Barchaga salom do'stlar, sizlar men tag'i sport жаңалыктары. Videoni bosamiz burun kanalga podpisatsiya bo'lib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Aqsha tabug'iga kelganda Bivolning bapkeri Golovkin Canelo trilogiyasi turali aytib berdi. Jenilis topgan Dmitriy Bivolning bapkeri IBF tujurma bo'yicha alemning ex-chempioni Dmitriy Krylov qozog'istonlik Gennadiy Golovkin men Saul Canelo Alvarez arasındagi trilog jayli o'yinni aytdi. So'nggi jekpe-jekda geni jeniske jetdim deb emas, aqsha tabug'iga kelgandek ko'rinadi. Uning tarafidan basakelestik ko'rinmadi. Tek mixti sparring bo'ldi. Uning karyerasida qattiq o'yinda aytsam, ol Alide o'rta salmoqda VBA belbog'ini yegari. Alide bo'lsa yaxshi tabis tabuuna bo'ladi. Alayda jasi kelib qoldi. Sol jag'iga keri asar yetidin chiqar. Bari o'zin baylansi deydi Krylov. Eski salayq 17-qirkuyek kuni o'tgan Golovkin men Canelo ayqasida meksikalik bolg'ari qo'lqab jiberi torchilash sheshimiga jeniske jetgan edi. Usyk manbasini ayaqtaymi? Ukrainalik bokschi VBA және IBF nusxalari bo'yicha asa og'ir salmoqda alim chempioni Aleksandr Usyk sportlik manbasining ayaqtaluvi mumkin ekanini aytdi. Ol Kaspiy ringda 20 кездесу o'tkazib, 20 jekpe-jekdan barlig'ini jenispen ayaqtab, uning ishinde 13 nokaut tirkelgan. Ol tamizning sonunda Ulu Britaniyalik Anthony Joshua torchilardan bo'lak sheshimi bo'yicha jendi. Ko'ramiz, bu so'ylagim kelmaydi, ma'gan boshqa dunyo azirga qiziqsiz. Uvaldarmen judruqtasuga bo'ladi. Men boshqa nusxa ko'rib turgan jo'qman. Nega bulay so'yladim? Sababi mening jаттығу lagerimda o'tkazayotgan жұмысым o'ta og'ir. Psixologiyalik, fizikalik meni o'tpasimda jarti jildab ko'rmayotgan kezlerim bo'ladi. Osындай og'ir жұмысda tek ringga chiqib, judruqtasu uchun g'ana istevchini menda. Aytsam, hozir o'g'an niyetim qolmadi. Mansabimda nechiret ringga chiqdim. Feniks siyaqti janib qayta tirilib bergim kelmaydi. Jekpe-jek o'tkazsam, yo'limda boshqa bag'atga buraman, deydi. Sizlarga sport жаңалықтары bo'ldi. Videoga like bosib, arnaga podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar.